Kvartira sotildi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Sergap Azizbek va Asl uy-joy jamoasini kuzatib boruvchi doimiy obunachilarimizga chiroyli, fayzli yangiliklarda ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Eslaringda bo'lsa hurmatli obunachilarim, biz Marg'ilon shahar Vatstroyda Saxirniy banlisa yaqinida joylashgan 4 qavatli kirpichni domda 4-qavatdan 3 xona 4 xona qilsa bo'ladigan kvartiramizni sotuvga qo'ygandik. Bizga hozirgina uy egalari ma'lum qilishdiki, Sergap Azizbek sizga rahmat, kanalingizga rahmat. Bizni uyimizni chiroyli reklama qilib, YouTube, Instagram, Telegram kanalingizga joylab bergandingiz. Sizni kanalingiz orqali ushbu kvartiramiz sotildi. Bugun baraka qildik, ertaga Xudo xohlasa oldi sotdi qilamiz. Shuni sotilganligi haqida ma'lumotini obunachilaringizga yetkazib qo'ying deyishganligi uchun biz ushbu video rolikni tayyorlashga harakat qilamiz va siz aziz obunachilarimga qo'limdan kelgancha ma'lumotini aytishni lozim deb topdim. Iloyim sotgan insonga barakasini bersin, olgan inson yaxshi kunlarni o'tkazishlikda Allohdan so'rab qolamiz ushbu kvartirada va barchamizga shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar nasib qilsin hurmatli obunachilarim. Men juda ko'p aytaman, uy sotgan inson ham baxtli, uy olgan inson ham baxtli. Nima uchun? Anchadan beri juda ham ko'p insonlar bilan gaplashaman, juda ham ko'p insonlar uyini sota olmayapti, juda ham ko'p insonlar uy ola olmayapti. Shuning uchun do'stlar, uy sotgan inson ham, uy olgan inson ham hozirgi kunda meni hisobimda baxtli insonlar qatoriga kiradi do'stlar. Barchamiz shunaqangi uylar nasib qilsin, uy olaman deb yurgan insonlarga uylar nasib qilsin, uyini sotaman degan insonlarga tez, omon, qulay, oson, eng asosiysi birovga aldanib qolmasdan tez, qulay fursatlarda uylarini sotib olishlikni Allohdan so'rab qolaman. Ushbu kvartiramizni ham biz do'stlar Farg'ona shahar Asl uy-joy savdo YouTube kanaliga joylagandik. Reklama avzorlarini uy egalariga rahmat, bizga ishonib ushbu video roligimizni kanallarimizga joylashgan edi. Mana ko'rib turibsizlar mevasini. Uyimiz uzag'i adashmasam agar 8 kun yoki 9 kun ichida sotilib ketdi do'stlar. Yana bir karra sotgan insonga barakasini bersin, olgan inson ushbu xonadonlarda yaxshi kunlarni o'tkazsin. Men nima uchun bunaqa video rolik tayyorlayapman hurmatli obunachilarim? Bilinglar, ko'ringlar, Sergap Azizbek va Asl uy-joy jamoasi qay tarzda mehnat qilayotganini va qay tarzda do'stlar odamlarga yordam berayotganini. To'g'ri, bizning reklamamiz pulli bo'lishi mumkin, lekin o'sha to'lanayotgan pulni qo'limizdan kelganicha mehnatimiz bilan do'stlar oqlayapmiz desak ham bo'laveradi. Sababi bekordan bekor biz pul olmayapmiz. Pul olganimizga yarasha xonadonlari ham bizni kanal orqali, biz orqali tez, qulay, oson va ishonchli tarzda sotilib ketyapti do'stlar. Endi sizni Farg'ona shahar ichi yoki Farg'ona shahar tashqarisida sotiladigan kvartiralaringiz, novostroyka domlaringiz yoki hovli uylar, yer uchastkalar, novostroyka kottej u high-teklar yoki noturar binolaringiz bormi? Siz sotmoqchimisiz? Juda ham sarson bo'lib ketdingizmi? Ko'pchilik ishingizni bitkazib bera olmayaptimi? Unda men sizga Farg'ona shahrida yagona bo'lgan reklama agentligi Asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini taklif qilaman do'stlar. Bemalol bizga aloqaga chiqib, reklamalaringni 24 soat davomida e'lonlaringni kanallarimizga joylashlaringiz mumkin. Telefon raqamlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11 24 soat davomida sizlarda xizmatlaringda. Doimgidek Farg'ona shahridan o'sha Sergap Azizbek va uning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha sog' salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Havas qilganlar do'stlar kommentariyada chiroyli fikr qoldiringlar. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Izohlarda fikrlaringni kutib qolaman do'stlar.